O'zbekistonda 22 ta Cobalt puliga bitta ot sotildi. Gap shundaki, Qashqadaryoda o'tkazilgan uloqda Portal laqabli mashhur qashqa ot $220 ming ga sotilgani haqida xabarlar tarqaldi. Aytishlaricha, bu ot egasiga otasidan meros qolgan bo'lib, u boshqa otlari ko'p bo'lishiga qaramay, aynan shu otini juda qadrlar edi. So'nggi yillarda katta pulga zotdor hayvonlar, ot, qo'y, sigir kabi jonivorlarni sotib olish holatlari sezilarli darajada oshdi. Ba'zi odamlar buni obro' uchun qilsa, boshqalar uni sarmoya yoki musobaqalarda g'olib bo'lish umidi bilan xarid qilmoqda. Bu kabi millionlab dollarga aylanadigan savdolar kundan kunga ko'payayotgani esa jamiyatda turlicha munosabatlar uyg'otmoqda. Xo'sh, sizda shu miqdordagi pul bo'lganda, uni nimaga ishlatgan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu xabarni otlarga qiziqadigan barcha yaqinlaringizga ulashib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.